Aktörüp geldim seni hem dağdı çıran kaydı seni. Aktörüp geldim seni hem dağdı çıran kaydı seni. Dağdıdan cangalları da vay vay Ali perişan kaydı seni. Körüp şuncha egir kunlarni bizni cho'nqib xatarga qo'shdi. 那最痛的是你不在身边，却在我的sensiz bıkılda bıldın sen beni. Ellerim kırsa köylüren seni. Yollarım hazar bulur, muhabbetimge har bulur. Al sen de ben. 现场以及电视机前的观众朋友们，大家好！您现在正在收看到的是由乌鲁木齐广播电视台和新疆刀郎实业有限公司共同打造的真人秀节目《我是歌手》，我是主持人娜迪拉。亲爱的朋友们，大家好，我是主持人买买迪江。亲爱的朋友们，大家好，我是主持人阿迪拉。Hürmetli tomoshabinlar, ekran oldidagi suyimli qarindoshlar. Kamina Muhammad Jarroz saytin hammanglarga sig'inish salom. Oliy ehtirom. Naq maydon va ekran oldidagi gul yuzlarga Nadira Shavkatdan mehrlik salom. Bizni izchil qo'llab kelayotgan yiroq yaqindagi barcha azizlar, naq maydondagi suyimli korxonchilar, sizlarga riyosatchi Adiladan o'tliq salom, oliy ehtirom. Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Shinjang Dolan o'qachilik cheklov shirkati birlashib ro'yobga chiqargan naq maydonda chelinib, naq maydonda aytildigan men naqshi programmasining 8-sonini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Albatta, partiyamizning to'g'ri rahbarligi, har millat xalqining inoqlik, tirishchanlik bilan kelgan mana shunday go'zal kunlarda biz bu yerda inoqlik melodiyasini yangiryapmiz. Shunga suyimlik vatanimizga, ulug' partiyamizga tuman tillarda tashakkur bildirsakmi, yana ozlik qiladi. Uzundan buyon Shinjongning madaniyat ishlari uchun izchil to'pga qo'shib kelayotgan Shinjang Dolan o'qachilik cheklov shirkati partiya hukumatining chaqirig'iga aktiv ovoz qo'shib, Shinjongning madaniyat san'at ishlarining izchil rivojlanishi uchun o'zliksiz to'pga qo'shib kelmoqda.
Mana bugun huzuringizga sunayotgan Men Naqsh programmasi mu Şinjan dolan o'qachiligining yillardan buyon rayonimizning madaniyat san'at ishlarida ko'rsatgan zo'r tirishchanligining yana bir natijasi. Shundaqla buningdan keyin televiziya ekranlarida sizlar davomli dolan o'qachilik chekish shirkatining huzuringizga sunmoqchi bo'lgan yangi sarxil programmalardan huzurini olaysizlar. Shundaq, bizning bugungi programmamizning tarzorligini Şinjan Jinyuan Hengji Öymülük Taraqqiyot chekish shirkati Yingshan Şinjan Yemak-ichmak madaniyat savdo ko'chasi o'z ustiga oldi. Shundaqla bugungi programmamizni Millatlar Ittifoqligidagi Bayroqtar korxona, Urumchining danglik tovar markasi Şinjan Safiya xalqaro savdo chekish Şinjan Gumpishi Mishkayik madaniyat taqdir cheklash shirkatining vakili Zulxumor Abdurayim. qarshi olamiz. Şinjan Al-Ravan Tor Texnik Taraqqiyot chekish shirkatining vakili Akram Apandi qarshi olamiz. Qarshi olamiz. Men Naqsh programmasi qatnashgan naqshlarning hammasi naq maydonda chelingan muzikalarga, naq maydon naqsh aytadigan bo'lib, sahnimizda Dolan shirkati rivoyat muzika guruhi, studio muzika guruhi, Mavlana muzika guruhi, Vaqtni Chingtut muzika guruhi, Melodiya muzika guruhi qatorliq Qaltis muzika atratlari Men Naqsh muzika guruhi sifatida Men Naqsh programmamizda boshdan oyoq xizmat qiladi. Shundaq bizning har sondagi Men Naqsh programmamizga 7 nafar naqsh qatnashadi. Har bir naqshchi naqshlarini o'rnab bo'lgandan keyin bizning naq maydondagi tomoshabinlarimiz va shundaqla oldingi sondagi to'rdagi bilet soniga asosan shu naqshchimizning bilet soni chiqariladi. Ammo bilet soni shu vaqtning o'zida e'lon qilinmaydi. Balki eng oxirgi naqshchimiz naqshi o'rinda bo'lgandan keyin programmamizning rejissyori 7 naqshchining bilet sonini varaqli e'lon qiladi. Men Naqsh programmasi har haftaning 5-kuni, ya'ni juma kuni kech Beijing vaqti 22dan 30da Urumchi radio televiziya stansiyasi 17 kanalida har haftasiga yangi bir son ko'rsatildi. Shundaqla Dolan Abchiqi, Dolan saloni hamda har qaysi cho'ng kichik to'rbatlarda bir vaqtda taritildi. Programmamiz tarqatilgandan keyin tomoshabinlarimizning nihoyatda yuqori bahosiga erishdi va shundaqla o'zlariningki qizg'in inkaslari orqali programmamizning natijasiga izchil ko'ngil bo'lib kelayotganligiga ifoda bildirishdi. Undaqda raqobat to'limi keskin bo'ladigan naqshchilarimiz o'zining eng yuqori mahoratini ko'rsatgan bugungi san programmamizni ko'rishni unutib qolmang. Bugungi san programmamizning texmi adil bo'lishi uchun yana biz naqshchilarimizga chek tatish orqali rad tartibini bekitamiz. Abdug'ani aka yaxshimi? Yaxshi o'zingizcha totadingizmi? Yaxshi, sizlarga oltin tuxum ekan. Hozir ichib qoldi-ku deyman. Ozroq. Pul olamizmi? Yuzimiz qog'ozni tuxumini. Bugungi programmamizning sahnaga chiqish navbatini biz tuxum chiqish usuli orqali belgilamoqchi. Bunda tuxumni qo'lqi bilan kuchdan chaqamiz. Buning ichida balkim sizning baxit, ta'lim, omadingiz yashiringan bo'ladi. Bir gurbettim bu ya. Bana ta'lim degan shu. Meni aldımı muşula kepti, muşunu çaktım ben şu. Üzümü kepti kemeye tayar. Modulni kapda. Yüz modul kepti tayar baktım ben. O'zini sho'ri hamda chiqilib ketadigan bo'ldi. Qanday? 1, 2. Voy. Voy. Hop 5-chi ke. Bo'ldi, 5 bo'ldi, 5 bo'ldi. Qilgan tayyorlik qilib, tayyorlik bo'lgan chaqda Shu. Çaktınmı? Qani, nomini. Sizga to'g'ri Ahmet sizga nisbat qildim. Chiroyli yaxshimi? Voy, yaxshimi Adela? Voy, xushal. Xalishash. Mana bu xushal kayfiyatlar oltin tuxum ettirdim. Chaqamliq buni? Yeymiz. Yig'ilmaydi. İçinden baxt olmab chiqadi. Bizningki bugungi sahnaga chiqish tartibimizni biz tuxum chiqish usuli orqali belgilamoqchi. O'shaning ichida birini tanlang. Siz uni klip biroq chaqaylik. Bo'pti mana shu. Usan bo'ldi, ha? 3. Alamet kelemez. 3. To'g'ri. Rahmat. Qitimliq sahnaga chiqish navbati sizni saqlab turibdi. Rahmat. 3-numar. Bo'latmish. Siz tanlab beraman. Men? Siz tanlab beraman. Oy bundoq cho'ngishni o'zingizdan chiqa olaman, ammo agar men tanlab birinchi sahnaga chiqadigan bo'lib qolsangiz qanday qilamiz? Pushaymon qilamsiz? Yo'q. Men dedim bu. Birinchi bo'lib chiqmasdan Sizniki Bunun ichida bizning sahnaga chiqadigan nomerimiz tartibimiz uchun o'qib. Shuni bir chaq baqay-ya. Men yoqib turay, mo'min chiqmayman. Mana taqib chaqay. Ey, kish degan mana.
Bana sizga yetkidek nesh qilish fursatga. Hasratli kuylar garchi yurakni asimi, ammo bir oshiqning haqiqiy yurak sadosini bayon aylaydi. Izchil muhabbatli kuylari bilan keng tomoshabinlarningki ko'ngilni mayil qilib kelayotgan Abdusopur Ismoil bugungi sonimizda oshiq hikoyasini bayon aylaydi. Qani qizg'in olqish shavaklarimiz bilan sahnimizga Abdusopur Ismoilni taklif etamiz. Marhamat. Sizning shu bir go'zal nomli naqshingizni biz 10 yil oldin anglagan edik. Undaqda bu qitim burunqa qaraganda bu naqshda qanday bir alaylik bor? Bu qitim bo'lsa, bu naqshni butunlay muzika atriti bilan birlashib chaldik. Buningki muzikalarning hammasi tirik holatda. Musiqa naq maydonda o'rnalandi. Muzikaning ta'mimi burunqa qaragan chaqda shunday yaxshi. Çoxum men aytgandan keyinki meniki bu hissiyatimni burunqa qaragan chaqda taxmin yaxshi bo'ldi deb o'ylayman shuning ishini. Buldu sizga programmamizda yaxshi natijalarni tilaymiz. Rahmat sizga deganingiz kelsin.
ishqida kuyib boqmagan tushunmaydi sevgi qadrini yar ishqida kuyib boqmagan yar ishqida kuyib boqmagan yar ishqida Abdusopur aka, hozirga qadar erishgan bilet sonlaringizga, natijalaringizga rozimisiz? Rostini aytsam, bu natijalar ko'nglimdagidek emas. Keyingi sonlarda cho'qim natijamni texnik yaxshi qilishga tirishaman. Ham shunga loyiq yaxshi tayyorlik qilaman. Biz ham sizga ishonamiz. Rahmat sizga. Gülirana, Gülirana. Mana bu naqshini yoqtirib anglag'uchilar intayin ko'p. Bugun diqqatingizga sunmoqchi bo'lganimiz Asqar Seyit ijrosidagi Gülirana. Qani qizg'in olqish shavaklarimiz bilan Asqar Seyitni sahnaga taklif etamiz. Marhamat. Sahnamizda A studiyasi musiqa atirti tankash qiladi. Yaxshimisiz Asqar aka, men naqshchi programmamizga xush keldingiz. Yaxshimisiz Kibara. Alsam bu sam programmamizga siz Gülirana nomli ijodiyatingizni elib kelibsiz. Undaqda bu naqshga sizning qanday bir xil hissiyotingiz uyg'urlangan? Ama bu da Gülirana degan naqshni olib kelishimga sabab hamda ben nurg'un muhabbatlik naqshlar, nurg'un emas, hamda bir qancha muhabbatlik naqshlarni yozgan, bu men o'zimning bishini o'tgan bir ishlarni yozgan. Bu da naqshamda men asosli o'zimniki Amroyim ayolimga atab yazgan naqshni shu sahnaga shu ayolim uchun olib keldim. Shu anlagandek ham yaxshi ko'rishinglarni umid qilaman. Bo'ldi, qiynanib birlikda anglab boqaylik. Bo'ldi, rahmat. Sen yığlama, gözünden yaşlarını körgüm yok. Sen oylama, ötmüşlerge endi qaytqım yok. Sen oylag'an umidlar yetar bir kun. Yanımda omad, yanımda baxt, kulasam derken. Gülirana hayatımda mena var. Gülirana sen bulgan yollarda var. Gülirana hayatımda mena var. Gülirana sen bulgan yollarda var. Tağdır bizni uçlaştırdı. Sana şunca hayatım kündü.
ben sana sözüm tamam. Siz Gülirana namlıq bu naqshini ayolimga atab yozgan ijodiyat naqsha degandingiz. Undaqda bugungi mush sakында qandaroq fuqadan chiqqicha bir aytib oldingizmi? Menimcha yaxshi aytdimki deyman o'zimcha. Ko'zimni yumib turib shu o'tgan ishlarni bir o'ylab, chop qallamni bir hikoyadek bir qallamni shakllantirib shu hissiyatim bilan aytdim endi. Anlab baxsam bilaman. Buldu. Shuningki undaqda ko'rmanlarga shunda bir xil ta'sir qiladi. Rahmat. Shunday bo'lsa. Hicran aşklarning sadoqatini sinaydi. Hicran sevgi o'lini texmi mustahkam qiladi. Hicranlik kuylar yurak tarimizni chekadi. Endi sahnimizda muhabbatlik naqshimiz Shirali Salayning o'rilishida Hicran kuyi. Sahnimizda Do'lan shirkati rivoyat musiqa atirti tankash qiladi. Yaxshimsiz Shirali aka, men naqshchi programmamizga xush keldingiz. Yaxshimsiz Gibara. Bizning bu 8-sonliq programmamizga siz Hicran nomli naqshingizni elib kelibsiz. Undaqda bu naqsh sizning ijodiyatingizmi? Bu savolni ait yaxshi so'radingiz Gibara. Bu mening ijodiyatim emas, bu mening bir qo'saq akam G'ani Salay apandimninki ijodiyati. Bu naqsha hozir hisoblab baqsaq 27-28 yil 30 yilga yaqin bo'lib qoldi. Buni ayni vaqtida G'ani Salay ustoz tunji plastinkasiga o'qigan. Men hisoblab mushu naqshini anglab cho'ng bo'lgan. Bu naqshga bo'lgan muhabbatim intayin cho'nqur. Chunki buningki melodiyasi, anikin bu naqshningki aytish uslubi ham buningki orkestrlashtirish taraflardan intayin bir o'zgichlikka ega bir naqsh bo'lganligi uchun ham o'zimning intayin muhabbatim bor bir naqshda. Shu bu naqshni elib keldim. Bu qitim biz buni yana boshqacha bir o'zlashtirib, musiqalarni qaytadan akkordlashtirib, musiqa atirtimiz bilan naq maydonda o'rinlamoqchi bo'lib turibdimiz. Mencha tomoshabinlar bu naqshni cho'qim yaxshi ko'rdi deb o'ylayman. Bo'ldi, qiynamsa birlikda anglab boqaylik. Rahmat. Bilmey kadrini ayrıldım senden ketkiningde yiraqa segindim ondan Bilmey kadrini ayrıldım senden ketkiningde yiraqa segindim ondan icraningda ketmedin, sevindim seni. Eslep şiirin minutlarını, göz aldımda cemalın. Sana eyta söymen seni. Unutma güzelim, benim köyünü. Ketmez yanımdan, seni
bilmey kadrini ayrıldım sende ketkiningde yiraqa sevindim andin bilmey kadrini ayrıldım senden ketkiningde yiraqa sevindim andin hicranımda koydum beni hıyalımdın ketmedin sevindim seni hıyalımdın ketmedin sevindim seni aslap şirin minutlarını göz aldımda cemalı sana eyday söymen seni unutma güzelim menin köyünüm ketmez yanımdın seni sevgilim 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 seni sevgilim Rahmat. Şirali aka, bu hicran namlıq naqşınızını yaxşı orundaya aldım deb oylamsınız. Bence yaxshi o'rinlay oldim deb o'ylayman. Men shu fursatda bizningki Do'lan shirkati rivoyat musiqa atritiga ko'pdan ko'p rahmatini bildiraman. Chunki shu musiqa atriti bilan bu naqsha yana yangidan o'zlashtirilib, yangi qiyofatda tomoshabinlar bilan yuz ko'rishdi. Men shuni qilib qo'sh. Chunki bu 30 yilga yaqin bo'lib qolgan bir yaxshi bir ijodiy naqsh bo'lganligi uchun men elib keldim. Mushundaq bir chin bo'lgan, mushundaq bir yuqori sahnada men o'ttirib elib chiqib olganligim uchunla men o'zimni xushal his qilaman. Bo'ldi, endi sizga yaxshi natijalarni tilaymiz. Rahmat sizga. Ba'zida o'zimizning yuraksiz ekanligimizga to'lim afsuslanamiz. Yana ba'zida o'zimizning o'ylaganimizning ko'nglimizgidek bo'lmaganligiga afsuslanamiz. Amaliyotda afsuslanmaslikning eng yaxshi chorasi bo'lsa, eng zo'r darajada tirishchanlik ko'rsatish. Sahnamizdagi jasoratlik, tirishchan naqshimiz Shijongxuy bizga yana o'zining afsus nomli yangi naqshini ilib kelibdi. Unda bo'lsa, uning naqshiga quloq silib boqaylik. 石春辉姐姐你好，欢迎来参加《我是歌手》节目。你好。那相比于您之前参赛的歌曲来说，这期选歌上在风格上有什么不同吗？这一期的选歌，它的这个风格性是这样的，它的有粤语版呢，叫做《忘了他》，是邓丽君小姐演唱的，然后我唱的是一个国语版，然后翻译过来叫做《可惜》，希望在舞台上呈现不一样，给大家一种旧上海、老上海的感觉。那让我们一起来期待你的表演。好的，谢谢。哭了吗？我像是风的关系，才让沙粒吹进眼里，好像在哭泣。忘了吧，就算我觉得可惜，
就算我爱你到底，我们谁也不属于谁的，只是苦了自己。忘了吧，就算你觉得可惜，趁着我还能记得你，再笑一个吧。还会快乐吗？其实我早已不在意，只是偶然与你相遇，一生注定与你纠缠不清。醒来吧，就算我爱你到底，我们谁也不属于谁的，只是苦了自己。还会快乐吗？其实我早已不在意，只是偶然与你相遇，一生注定与你纠缠不清。醒来吧，就算我爱你到底，我们谁也不属于谁的，只是苦了自己。我们谁也不属于谁的，只是苦了自己。史秋黑姐姐，你觉得今天发挥的怎么样？状态还好吗？我觉得属于发挥正常，然后我比较满意。好的，那希望观众也能喜欢你，能取得一个好的成绩。好的，谢谢。 Ba'zida bir güzelga aşık bo'lasan. Ba'zida shu güzel bar shaharga aşık bo'lasan. Ba'zida shu güzelni eslatadigan melodiyaga aşık bo'lasan. Tavanda Xaskinni aşık qilgan kuy aşık bo'ldim. Diqqatinglarni bo'ldi. Qani, qizg'in alqış chavaklarimiz bilan Xaskin efendimni sahnaga taklif etamiz. Marhamat. Yaxshimisiz Xaskin aka, men Naqshi programmamizga xush keldingiz. Yaxshimisiz. Amsiz sizcha siz shu naqsha o'rindigan vaqtdagi ustunligingiz qaysi jihatlardan ifodalanadi? Men ham sahnada bir o'zimga o'ylsam, o'zimni qo'yib berib aytaman. Hissiyotimni aytaman. Anda yana birisi azroq o'ynab turib aytaman. Endi odatda o'zim masalan bir yerga borsam disko o'ynamayman tekchi. Biroq men sahnaga chiqqan naqsh aytgan vaqtimda hamda uqmayman o'zim millatli muzika, zlatli rock, har naqshning o'zining bir stili bo'lchi, slopdek usul bo'ldi. Ashuni tushirib aytaman. Ondan keyin yana birisi shu masalan bir o'ng qo'li bilan mikrofon tutsam, so'l qo'li bilan ashuni aytayotgan naqshamni nima qilaman, biyoshan qilaman. Ashuni haqqa tushuntirmasa yurak ko'z meva sashna tiyan ko'ngda yurak ashuna bir neni haqqa ko'rsatishga tirishaman. Bo'lmasa naqsh turib aytsang
tursa ol o naqsh deyishga bo'lmaydi o'rnicha. Masalan, deychangazda turib qolsa aningda bir tarafdan o'ynab turib, usul o'ynab turib, bir tarafdan naqsh edi, bir tarafdan qo'l bilan bayon qilib tursa, ba'zi vaqtda qaltiroq ta'siring xonkoyda yig'indi, boshqa o'xshamaydi. Menimcha mush taraf menga o'xshamaydi deb o'ylayman. Bo'ldi, rahmat sizga. Haskanaka, bu sondik programmamizga siz latin uslubdagi bir naqshni ilib kelibsiz. Odatda bu xil uslubdagi naqshlar odamga bir xil boshqacha his tuyg'u ato qildi. Mushaqqa so'zlab beramsiz.
Ben nakşını aslında bu Uygurca nakşı maçı. Müzikisi Uygurca nazke. Andan tekstini Kazakça tekst yazgatçı ben. Ben birinci kıtım alığa vaktında muş azlar işkirde bizimizin yaxşı enimiz var. Su yöten de bir nelik grup başı. Aşının nakşıcı elik şapkatlı bir enimiz var. Şunda özümüz yaptırışımız. Şimdi birinci kıtım alışkanlığı vaktında şunda elik ben özüm manda istildik suluk nakşılar yaxşı görmem. Birinci kıtım alıp bu ama nakşı bulduk ya da şun bir telefon sözü çıkıp dedim ufka ma nakşı şunda yaxşı ki ben Kazakça tekisi izleyip mana menin elik fungumda menin sulukda bir orlaydı. Açtık vay rahmet sizge ma nakşım dep. Şimdi bu nakşı Kazak tekisi izleyip andan mana bir morluk çıktı. Bunun aldığında bir neçeye etkarttım bu nakşını. Hazırga jık bizning Kazak yoldaşlarımız shunday yaxshi ko'rib mana shuncha hammamiz amrab qolib. Mana muzikasimi yaxshi, masalan tekstini o'zining bir hikoyasi bor. Deb aslida mana shu naqshini qidiram. Men naqshi programmaga keldi bu naqshni. Bugun o'rnadim shunday yaxshi. Ya'ni aranjirovkasimi yaxshi, bizning ma videodan bolalar, bu guruhning bolalari shunday yaxshi o'rnaldi. Bizlarmi qilib o'rnadim o'ylaymi deb. Ishonamanki siz cho'qim yaxshi o'rnadingiz. Ko'rmanlarmi cho'qim yaxshi ko'rdi. Rahmat. Abdug'ani Ablikimning tunji plastinkasi chiqqan naqshlar ayni vaqtdagi to'limi moda bo'lgan naqshlar edi. Bugun sahnamizda ana shu koni kuylar orasida o'zgacha yangilik tuyg'ularga cho'mamiz. Sahnamizda vaqtichang tut muzika atirti tankash qiladi. Bu son programmada o'zimizning tutgan umidim mush qitimqi naqshini yaxshi o'rinlab kasbdoshlarimga, ko'rmanlarga, urug' tuqqanlarimga, anamga shunaqa yaqinlarimga sunib mush naqsha orqali shu yuqorqi qarindoshlarni rozi qila olsam bu mening eng zo'r umidim deb o'ylayman. Bo'ldi, rahmat sizga. Geçmekçi bulğunim yalğan Yüreğimde köklegini kim Rast gibini etkin acını Var kalbimde saqaymaz yara Lekin onu bilmeydi hiç kim Yüreğimde köklegini kim Gibini bitkin acını Var kalbimde saqaymaz yara Lekin onu bilmeydi hiç kim Telefon telefon qilgan Yuragimda kezer ming gulxan Chidamayman kessam yiroqlar Mayli demsan cheksan mobigan
qilgan yuragimda kezer min gulxan chidamayman zinhar zinhar maylidan sen cheksan mu pigan men ularga uch bo'lib ketdim niçin seni izleydi ular telefonum kalsa buzulur tapalmasa benden başkalar men ularga üç bulup kettim niçin seni izleydi ular telefonum kalsa buzulur tapalmasa benden başkalar Bu son programımızda siz telefon namlıq naqşını elib gəlibsiz. Ondaqda bu naqşının qandaq bir özünə xas alaydığı var? Bu naqşının alaydığı bu coşqun naqşı. Bunu biz 10 yılın aldıda Meni Düşen namlıq plastinkin işləgə vaxtda bunu 5-ci naqşı qatarında elinib MTV qılıb taqıtılğan köpçülükün naqşına alqış erişkən. Bizi coşqun hem icadiyet bunu Erkin ablaq namlıq bir dostumuz icad qılған naqşı etdi. Vakitim şu naqşını 8 insanı qatnaşdırdım. Köpçülük yaxşı gördü deb şu sebepten bu naqşını oyladım. Buldu sizga bu son programımızda yaxşı nəticələrini tiləyimə. Rahmet. Körüvatqanlar Şinjan Dünya Xınci Öy Mülk Taraqqiyat Çekti Şirketi, Yinşan Şinjan Yemek İçmek Medeniyet Piyadeler Koçisi Tajdarlıqdaki Milletler İttifaqlıqdaki Bayraktar Karxana, Ürümçinin dağlıq tovar markası Şinjan Safiye Xalqara Soğut Çekti Şirketi, Alahide qollagan Şinjan Əxlaq Soğut Çekti Şirketi, B8 Energiya İşçimliki Alahide hemkarlaşqan Men Naqşi programısı. Söygü ifadələşki muhtaç. Qalbimizga pinhon söygüni ifodalamaganda bir umr pushayman ko'chisida yurimiz. Ondaqda naqshi Adila Sidiq tuvandagi naqsi orqali söygü tatinchoqlariga zada nima demoqchi birlikda anglab boqaylik. Sahnamizda Melodiya gruppasi tankash qiladi. Adilada yaxshimsiz? Men naqshi programmamizga xush kelibsiz. Rahmat. Mana bugun shunday chiroyli atlas ko'ylak bilan turibsiz. Ondaqda bir millicha naqshakaga o'xshamaysiz. Milli sınağın adı qılığın naqşı. Şuna yaxşıрақ mağa toxum kuch quvvat bo'lsin deb kiyib oldim. Buldu ishonimanki ko'rmanlarni cho'qim yaxshi ko'rdi. Rahmat. Acay. Jayo. Qandaq qilimiz tortinchoqli, qandaq qilimiz vay vay, qandaq qilimiz tortinchoqli. Qandaq qilimiz tortinchoqli, qandaq qilimiz vay vay, qandaq qilimiz tortinchoqli. Tortinib usulga tushmasa vay vay, achinib sochilib gulmasa vay vay, yaqinligini tortinchoqni qandaq qilimiz voy qandaq qilimiz tortinchoqni qandaq qilimiz Şok şok olma
Ondaqda sizningcha mushu naqsh tekstlarning bir muqim qilipi bormi? Menimcha agar naqsh tekstlarning muqim qilipi cho'qim bo'ldi desa, un bir taraflamalik qarash mumkin deyman. Chunki odatda biz adabiylashgan bo'g'im soni turaqliq bo'lgan she'riy shakldagi she'rlarni naqsh tekst qilib ko'nib qoldik. Amaliyotda naqsh teksti degan u ayrim bir dunyo. Chashma she'rlarmi naqsh teksti bo'la oladi, nasrlarmi naqsh teksti bo'la oladi. Balkim azroqmi qopiyasi kelgan ma'lum bir hikoyalarmi naqsh teksti bo'lishi mumkin. Faqat biz uni bayqamaganligimizda, texnik qidirib qozonmaganligimizda. Menimcha bir kishiga melodiya ilhomi beradigan tekstlar, adabiy tekstlar bilan, klassik tekstlar bilan nasriy shakldagi yozgan chashma she'rlar bilan agar bizga ma'lum bir estetik tuyg'u ato qila olsa, menimcha naqsh teksti bo'la oladi deb o'ylayman. Bo'ldi, rahmat sizga. Ko'rayotganlar Xinjiang Jinyuan Hengji Uy Mulk Taraqqiyot Chekli şirketi Yingshan Xinjiang Yemek-içmek Madaniyat Savdo Ko'chasi tarzorligini olgan. Millatlar İttifoqligidagi Bayraktar korxona Urumchining dangliq tovar markasi Xinjiang Safiya Xalqaro Savdo Chekli şirketi alohida qo'llagan. Xinjiang Axloq Savdo Chekli şirketi B8 energiya quvvat ichimligi alohida hamkorlashgan Men Naqshchi programmasi. Navbatda bizning bugungi 7 nafar naqshchimiz o'zlari tayyorlagan naqshlarni o'rinlab bo'ldi. Biz bugün programımızdan en halkılık, en ciddi, en hayacanlık paytiga yetib keldik. Bu dal hammaylar ko'ngil bo'ladigan bilet tashlash bosqichi. Bilet tashlashdan avval tuvanda o'ltirgan karxanchi do'stlarimizningki, mushu damdagi yurak so'zlarini anglab boqayli. Xinjiang Safiya Xalqaro Savdo Chekli şirketining qurg'uvchisi Adujan apandimning bugungi hissiyatini birlikda anglab boqqan bo'lsak, qani marhamat. Qani marhamat. Yaxshimisilar do'stlar? Hozirgi vaqtingiz xayrli bo'lsin. Men Xinjiang Safiya Xalqaro Savdo Chekli şirketinden Adilcan. Müşu Dulan şirketi uğurlaştırgan Men Naqsh programımızı hemimiz köydük. Bunun da naqsh emas, dağlık şəxslər, dağlık artistlər müşahede yeni icadiyat, yeni numar, meyli amibab usul bolsun naqshlarda. Yoki yurak usulda bolsun, bizge mol, mazmunluq, yeni estetik huzur hasıl qildi. Şuna Xinjiang Safiya Xalqaro Savdo şu şirketi Dulan Ovqatchilik şirketi bilan hamkorlashganligidan biz intan xushal bo'ldik, hayajonlandik. Safiya şirketi ay yüzlükka hadiya. Safiya güzellik uchun. Rahmat do'stlarimiz. Mangul Guangzhou Xalqaro Savdo Chekli şirketining vakili Dilyar apandimning ko'ngil so'zini anglab boqayli. Mangul Guangzhou Xalqaro Savdo Chekli şirketining qurg'uvchisi Dilyar Ahmad bo'laman. Men Mangul şirketi ve Mangul şirketiga barliq vakolatchilarning nomidan sizlarga o'tliq salom yo'llayman. Men Naqshchi programmasini yangi son turibdimiz. Bundan burun ve hozirgi o'rnalayotgan naqshlarning sifati nihoyat yaxshi bo'lyotdi. Shundaqla naq maydon musiqa, naq maydon naqshlari nihoyat qaltis ilib berilyotdi. Shundaqla bundan keyin Mangul şirketi bilan Do'lan Ovqatchilik şirketining hamkorligining texmi mustahkam bo'lishini qizg'in tilayman. Xinjiang Hakim Uyg'ur Tibobat Doğrugarlik Chekli şirketining vakili Faysal Abdurashid apandimning ko'ngil so'zini anglab boqayli. Yaxshimizlar, bugungi bu Men Naqshchi programmasiga qadam tashrif qilgan barcha aziz mehmonlar, karxanchi ustozlar. Yaxshimizlar, ekran ortidagi barcha ko'rurmanlar. Bugun Men Naqshchi programmasiga qatnashib, nihoyat hayajonlandim. Bu programma naq maydonda etildi, naq maydonda muzikantlar chaldi. Biz nurg'un programmalarga qatnashgan. Bugungi bu programmaning o'rlash jihatdan intayin yuqori bo'ldi, shunchalik qoyil bo'ldik, shunchalik huzur oldik. Bu programmaning bundan keyin tixmi ko'rganlarning yoqtirishiniga umid qilaman. Hakim Uyg'ur Doğrugarlik şirketimiz Do'lan şirketi bilan bundan keyin davomli hamkorlashimiz. Hakim Uyg'ur Doğrugarlikning shuari unumdan boshqasi quruq gap. Rahmat. Tövəndə biz Xinjiang Axloq Savdo Chekli şirketi B8 energiya quvvat ichimligining vakili Adiljon Yusufning yurak so'zini anglab boqayli. Salam ustozlar, salam do'stlar, ekran oldidagi ko'rinmanlar. Men Naqshchi programmasi yo'l qo'yilib 8-songa muvaffaqiyatga yetib keldik. Mushu jarayonda naqshchilarimiz bo'lsin, riyosatchilarimiz bo'lsin va yoki karxanchi do'stlarimningki yaxshi hamkorlashishida, yaxshi qo'llashida muvaffaqiyatli 8-sonni tamomladik. Bundan keyin naqshchilarimizga, artistlarimizga ham yaxshi utuqlarni tilayman.
Şinjan Ziyade Biyopentexnik Çeklik Şirketi'nin vekili Paratcam'ın sözünü anlap bakaylı. Salom televizor ekran oldidagi do'stlar, naq maydondagi barliq korxonchilar, hammalarning har bir vaqtinglar xayrli bo'lsin. Oldi bilan Shinjang Ziyoda Biyopentexnik Çeklik Şirketidagi barliq vakolatchilar, iste'molchilar nomidan hammanglarga salom yo'llayman. Shundaqla bugun mushu Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan do'lan o'qatchiligining birlashib ro'yobga chiqqan Men Naqshchi programmasida biz korxonchilar sifatida qatnashib, nihoyatda xushal bo'ldik. Naq maydonda muzika chilinib, naq maydon ovozda aytilgan naqshlardan huzurlandik. Shundaqla men bugungi mushu programmada Adila Sidiq bilan Shirali Salay qatorliq mushnaqchilarning naqshlarini nihoyatda yoqtirib angladim. Har bir naqshchimizningki san'at yo'liga ziyoda utuqlan tilayman. Rahmat. Xo'sh, korxonchilarimizning yurak so'zlarini anglab bo'ldik. Tövəndə biz bugünkü naqshlarımızın bilet saniga quloq silib baqaylik. Undaqda bugungi programmamızın bilet sanini e'lon qilishga programmamızın rejissyori Ali Javshir efendimning qizg'in javoblarimiz bilan taklif qilgan bo'lsak, qani marhamat. Marhamat. Sizlerimizni qizg'in qarshi olaman. 我是歌手第8期，欢迎你们。这期公布名单名次在我手里。Endi 8 inson biz adımimizni uzib qo'yishimiz mumkin. Chunki bizning qoidamizda oldingi 3 sonning bilet tuvan bo'lgan bir adam cho'qim keyingi sonda qaytish kerak. Shuning uchun men bu sonda 5-chi bo'lgan naqshimizni e'lon qilay. Yinshan Xinjiang tajdarlığıdaki Men Naqshchi programmamızın 8 insan 5-ci bo'lgan naqshchimiz Shirali Salay. Unutma güzelim benim köyünü, gitmez yanımdan seni sevgilim. Unutma güzelim benim köyünü, gitmez yanımdan seni sevgilim. Men Naqshchi programmamızdaki 8 insan 3-cü bo'lgan naqshchimiz. 3-cü bo'lgan naqshchimiz. Abdu Super. İsmail. Güler huddi bulbul yağı, insanda gülüp bakma. Güler huddi bulbul yağı, insanda gülüp bakma. Düşenmeydi sevgi kadrini, yar eskida. Men Naqshchi programmamızın 8 insan 6-cı bo'lgan bayır. 有影响新疆冠名的《我是歌手》栏目第8期第6名，名字的是Abdugani。Mübarek olsun Furkan. Kim o sana telefon kılgan, yüreğimni yıklatıp kankan. Çiğdimayman zinhar zinhar, vazgeçmekçi bulğanim yalgan. Yüreğimde köklegini kim, rast gibini etkin acını. Var kalbimde saqaymaz yara, lekin onu bilmeydi hiç kim. Endi 8-ci son 2-cisi. T8 T2 mi? Ha, bu spor e'lon qilsam o'rni yo'q ha. Ha, shu.
orada Irak'ta没有一次公布了吗？报了完都是给你，某些人报了第2名，始终是第2名。哎，我是歌手第8期第2名，又是Asghar Seyit。Rast bo'lsa siz bu. Ben Nakş programımızın 8 insan 4'üncüsü. Bir yerde kapkagan Adile Şüçünkoy Haskinkam. Ben Nakşi programımızdaki Tipaçi Tisimi Haskinkam. Hayran zuri kaytalayın Aşık oldu bayqamay Xiyalımdan aslen ketmeringsin Men yerim qambay Qo'shtasdim da o'zilmen Yuragimda sezdingim Talay yillar sendan qiyolmadim men 我是歌手第8期 8 insan birincisi 8 insan birincisi Adile Sıdık. Kız bolsan azıcık rengülge oynala Argımak deşaş oğlanla çok oynala İşk otığa taşlanla cepte kalmanla Kandak kılımız tartınçak ne kandak kılımız Vay kandak kılımız tartınçak ne kandak kılımız Kız bolsan azıcık rengülge oynala Argımak deşaş oğlanla çok oynanla Bizdek şok bolmağıca boldu kılmanla Kandak kılımız tartınçak ne kandak kılımız Vay kandak kılımız tartınçak ne kandak kılımız 8 insanda Adile ep kelgan Tatinchaq degan naqsha haqiqatan bizniki tomoshabinlarniki yuragiga tekkan. Shuningga Adilaning Texinbek bizga isil nazmlarni qoldirishiga tilakdoshman. Muborak bo'lsin. Tibachi Dichiming. 我们的女士是郑辉，恭喜！会快乐吗？其实我早已不在意，只是偶然与你相遇，你身处地狱里纠缠不清。谁来吧？就算我爱你到底，我们谁也。按照我们的节目的规则，是郑辉5、6期的总分数比咱们前面的6位有点低，所以我们可能暂时和史春辉说再见。Aldınqı 5, 6, 7 sanның nomeriga asosan, umum nomeriga asosan Şirchunxoyning nomeri biz qolgan 6 aylandan tuvan bo'lganligi uchun Şirchunxoy bilan biz xo'shlashmoqchi. Keyingi sonlarda Şirchunxoyning yana yaxshi tiygan qilib kirsa, biz yana qarshi olamiz. 下季还有踢馆的可能，我们下期再见，好不好？
那我们欢送一下史春辉，跟我们做了8期，谢谢。